Assalomu alaykum jonli efirni sog'inganlar. Xayrli kech hammaga. Nihoyat jonli efirga yetib keldim. Bugun bir qancha qiziqarli holatlarga ko'z tashlaymiz. Sizlar bilan birlikda narsalar o'rganamiz. Birgalikda qiziqarli narsalar. 1-2 daqiqadan so'ng jonli efirni boshlaymiz. Biz doim hammaga chiqib kiradi. Xo'p, bugun jonli efirni nima deydi, ko'p qismi maslahatlar bilan bog'liq, chunki maslahat kerakda ko'pchilikka. Sohani endi boshlaganlar, boshlamoqchi bo'lganlar, professional tradingga qadam qo'yib kelayotganlar, albatta o'ylaymanki bugungi maslahatim sizlarga ayni muddao bo'lsa ajab emas. Xo'sh, bugun sizlarga qiziqarli bir faktlar, mavzu, bozor mexanizmi haqida qiziqarli narsalarni aytib beraman. Birinchi navbatda eng oddiy joydan boshlaylik, motivatsiya. Men oldinlari aynan o'sha 2011-yilda o'sha tradingga endi qadam qo'yib bosgan paytlarimda umuman bu sohani o'rganish qiyinligini vaqtida tushunib yetganimdan keyin haqiqatdan ham bu sohada o'sha internetda o'qigan statistikalarimiz, o'sha 98% odam o'zi omadli trader bo'la olmasligi shu haqida ko'p eshitamiz masalan. Va shundan keyin ko'pchilik kayfiyati tushib, mana trader chiqadimi, chiqmaydimi, etakdari degandan keyin mana shunaqa o'ylaganman o'sha paytlardan keyin. Keyin Richard Dennisning istoriyasini eshitgandan keyin, o'sha Cheripaxa yo'li voqeasini eshitgandan keyin umuman fikrim o'zgardi. Ya'ni aynan o'sha tarix har bir bo'y inson trader bo'la olishi mumkinligini isbotlab bergan fakt. Eshitmaganlar bo'lsa qisqacha aytib o'tib ketaman sizlarga. Aynan Richard Dennis amerikanskiy Wall Streetdagi juda ham mashhur, o'zi o'rniga ega bo'lgan traderlardan biri. O'sha 80-yillarda juda ham mashhur bo'lgan va u inson o'sha do'sti bilan suhbatlashganda, to есть do'sti aytgan, qanaqadir talant bo'lishi kerak hammada trader bo'lish uchun degan. U bo'lsa yo'q, bu odam trader qilish mumkin degan va mana shu ikkalasi spor o'ynagan holda u ko'chadagi bir necha umuman trading sohasiga tushunmaydigan insonlarni tayyorlab, ularga millionlab dollar investitsiya qilingan va bu loyiha 100 millionlab dollar itogi bir necha o'nlab million dollar itogi daromad olib kelgan loyiha. Ya'ni ko'chadan shunchaki oddiy savol javob bilan odamlarni o'ziga jalb qilib, shunchaki ularni qabul qilib, ularga o'zi millionlab dollar investitsiya qiladi va bu proyekt omadli yakunlanadi. Ya'ni bu sohada kim agar boshlagan insonga bozorni aslida texnik osonligini unga tushuntira bilsa va psixologik qiyinligini agar tushuntirib bera olsa, ya'ni tradingni o'rgatuvchi inson ana shu u insonni tradingni o'rganayotgan insonga qilgan eng katta yordami bo'ladi. Hozir sizlarga faktlar bilan misol keltiraman. Masalan, deylik, nimaga o'sha o'tgan yili 1 yil oldin aktivniy live'lar qilardim. Og'zimdan faqat bir gap tushmasdi. Amerika fond bozori qulashi, Amerika fond bozori qulashi. Endi ko'pchilik endi kuzatib o'tgan bo'lishi mumkin, lekin mana storiesimni videoda kanalda ham qo'ydim. Bu narsani va vaqt o'tgandan keyin mana qanchalik aktualligini o'zingizlar
nima deydi, ko'rdinglar bu narsani. Agar hozir последний 3 месяц qilib man sizlarga o'sha eng asosiy bitimlarimni ko'rsatsam, endi qaranglar. Kelinglar, man sizlarga o'sha hozirgina oddiylik deb aytgan, ya'ni bozorni texnik ko'rinishini oddiyligi, ruhan o'ta murakkabligi haqida gapirdim. Va kelinglar, man sizlarga kanalni ko'rgan bo'lsanglar, mana menda Bitcoinda bitimim bor hozir. Bir xilla kelayman, ko'pchilik o'quvchilarim so'radi, azizga Bitcoinni qanaqa qilib bunaqa past, bunday past o'zim xohlagan joydan kira olmadim. Afsuski bitimni ko'rsata olmas ekanman, lekin juda ham depozit kattaligini hisobiga hop, o'zi internetga ham kirmayapti. Mana kelinglar, men sizlarga bir narsani ko'rsatay. Hop, mana o'sha bitim ko'rib turgan bo'lsanglar, $59,000 atrofida ochib turibdi shu bitim. Mana Bitcoin 28,300 dan kirilgan. Вот, kanalda tashladim. Endi вот qaranglar. Men sizlarga realizovat qilib beraman bir narsani. O'zingizlar sizlarda o'ylash uchun vaqt bor. Va qanchalik bu gapim haqiqat va qanchalik, qaranglar, Google ga kirdim. Xohlasanglar parallelni qilishingiz mumkin. Endi ruscha bermoqchiman poistga. Men inglizcha bera qolaman. Qaranglar. Trading pattern channels, ya'ni kanal. Hop, qaranglar. Xohlasanglar parallel qiling. Mana ko'rsatib beraman sizlarga. Mana trading channels, agar rasmga kirsam, mana shu kanallar haqida ma'lumot berilgan. Ya'ni buni oddiy mana kanal kattaroq, mana deylik kanallarning qoidasi. Tushunarli, savdo kanali, demak, o'sha kanalda narx yuradi degan oddiy bir klassik pattern. Вот, mana o'sha pattern. Va endi qaranglar. Bir necha oydan beri menda o'qiyotgan o'quvchilarim savol beryapti menga. Azizga bitimga signal tez narx tushib, qaranglar, savol beryapti. Tez narx tushib, tez ko'tarilib ketdi. Qanaqa kirdingiz? U yerda model bo'lmagan edi. Mana hozir sizlarga Google dan pattern olib ko'rsatdim. Endi qaranglar. Endi Bitcoinga qo'yamiz. Mana. Hop. Mana Bitcoin. Так, давайте o'chiraylik. Объемni o'chiramiz. Давайте ekran yaxshiroq ko'rinish uchun oq qilamiz. Вот, например. 4 soatlik grafikka qo'yamiz. Endi menga aytinglar. O'sha pattern kanal bu yerda bormi yoki yo'qmi? Savolimga javob beringlar. Mana. Ya'ni kelinglar, sizlarga yana ham aniqroq qilib chizib beraman. Mana aynan 4 soatlik grafikda Bitcoin hosil qilgan savdo kanali, masalan. Mana qaranglar. Idealniy kanal. Вот. Endi super idealniy deb bo'lmaydi. Именно hop, bugun Bitcoin qayerdan qaytdi? Kanalni pastki nuqtasidan qaytdi. Вот. Bu yerda nima deyilgan? Tushunarli. Demak, kanalning yuqori qismidan pastga qarab harakat, pastki qismidan yuqoriga qarab harakat yuz beradi deyilgan, to'g'rimi? Endi menga aytinglar. Nimasi qiyin? Muammo nimada? Bilasizlarmi? Вот, nimaga Richard Dennisni esladim?
Chunki nihoyatda murakkablashtirib yuborish. Inson nimaga nihoyatda murakkablashtirib yuboradi bilasizlarmi? Chunki o'sha narsaga ishonmaydi osonligiga, natijada murakkablashtirib yuboradi. Shunaqa tartibli insonlar bor, shunaqa tartibli o'quvchilarim bor. Men hayratda qolaman, to'g'risi. O'ta realniy tartibli. Ularning kelajagiga ishonaman. Sababi insoncha unaqada ishonadi, bajaradi, ili ishonmaydi, bajarmaydi. Boshqa qoida yo'q. O'ta realniy. Bu nima degani? Bizda umuman men insonlarni umuman globalniy o'sha holatdan kelib chiqib insonlarning psixologiyasini o'rganishga harakat qilaman-da. Bu menga bozor tushunishga juda ham yordam beradi. Aynan qayerda panika bo'ladi, qayerda odamlar sotib oladi, qayerda sotadi itagdali. Aynan shu logikani yaxshi bilganim uchun ham aynan Amerika fond birjasida juda ham keskin qulash bo'lish ehtimolini aynan 1 yildan oldin yetib keldim va ko'rdik oxirgi yarim yilda aynan Amerika fond bozori ahvoli nima bo'lganini. Bu tarixdagi eng katta qulash hisoblanadi. Aynan aksiyalardagi ko'rdinglarmi? Facebook, Amazon kompaniyalari qanaqa arzon bo'lib ketganini masalanda. Вот. Xo'p, masalan, menga skrinlar, har xil skrinlar yuborishadi itagdali. Baribir 90% odam o'sha insonni aytganini emas, albatta o'zi xohlagan narsani qiladi baribir. Chunki u o'sha informatsiyani olgisi va topgisi keladi. Ma'lum bir bilim bilan chegaralanmaydi. Bu bir tomondan yaxshi, lekin ko'proq zarar tomonlari bor. Yana aytib o'tgandim, agar nimadir sohani qanaqadir o'rganmoqchi bo'lsanglar, agar mendan o'rganmoqchi bo'lsanglar, men aytganman, hech nimani kuzatmanglar. Kanallardan chiqib ketinglar, gruppadan chiqib ketinglar. Yo'q, baribir men общий kanallarda baribir ko'raman. Odam o'sha o'quvchilarni har xil kanallarda, novostlarda, yangiliklarda bu shunaqa konsentratsiyani bo'ladiki, mana hozir sizlarga ko'rsatgan Bitcoinda 4 soatlik oddiy kanalni pastki qismidan narx yuqori ketganini даже payqamay qoladi. Nimaga? Chunki ular bozorda qanaqadir sekretlar, sirlar bor deb o'ylashadi, qanaqadir super strategiyalar bor deb o'ylashadi va aynan shuni hisobiga afsuski уже oddiy narsalarni ko'rmay qoladi. Albatta murakkab narsalarni bir 50 ta indikator, 50 ta liniya, bir 89 ta Telegram kanal, 175 ta yangiliklar kanali mana shulardan qarab nimadirlar qilmoqchi bo'ladi. Afsuski o'xshamaydi. Oddiy shuna grafik, bizning vazifa, biz grafический treyderimiz, biz monitorga qaraymiz, определенный patternni ko'ramiz, и все. Shu pattern asosida savdo qilamiz. Bu treyderdan nima sotib olinishi kerak? Maqsad nima? Ya'ni o'qituvchidan siz vaqtni sotib olasiz-da, ya'ni o'shani, ya'ni bir necha yil davomida положительный математический ожиданиyaga olib chiqqan savdo sistemasini olib va uni ishlatish bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. O'shaning uchun mana boyagina bitta gruppada shu ketdi. Azaka Bitcoinga nimaga kirdingiz? Signal bo'lmagan-ku. Welcome. Как signal bo'lmagan? Простой классика. Juda ham chiroyli, просто идеальный kanal, и нижний kanaldan, то есть o'sha kanalni pastki qismiga stop loss qo'yib, 27 talarga stop, masalan 27 500 larga qo'yib stop loss qo'yib kirsa bo'ladigan moment. Как? Вот. To'g'ri, endi bizning strategiya tipi fraktalniy, no klassika, har doim klassika. Klassikani hech kimdan o'rganish ham kerak emas. U internetga bersangiz klassika shuni chiqarib qo'yibdi tayyor narsalar. Afsuski, lekin ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi. Вот так. Shuning uchun sizlarga maslahatim, agar nimanidir o'rganmoqchi bo'lsanglar, jiddiy kirish kerak-da u narsaga. Hozir umuman insoniyatning hayotini juda ham ko'p vaqtini ijtimoiy tarmoqlar, har xil prikollar, resurslar, TikTok, Miktok, prikol, qanaqadir baksiyor, hype, mype, то есть inson psixologiyasi shunchalik interesli narsaki, и вот mana shu narsalar, mana o'zi bunaqa odamda ma'lum bir rutina bo'ladi-da. Protsesga tushib qolgandan keyin o'sha protsesdan chiqish qiyin bo'ladi. Nimadir o'zgartirmoqchi bo'lgan odam u protsesdan chiqmasa hayotida hech nima o'zgarmaydi. O'shaning uchun masalan oxirgi paytlar aynan mani bor xayol e'tiborim shu
o'zim orzuyimdagi nima deydi fondga asos solish. Dubayda albatta treyderlar и так далее, kuchli treyderlar, juda ham katta kapital boshqaruvi. Va men sizlarga bitta haqiqat aytmoqchiman. Mana qaranglar, menga yozadi ko'pchilik. Afsuski, men o'qituvchi emasman, endi ustoz deyishadi. Men haqiqiy treyderman. Agar gaplarimdan keyin kimdir masalan tradingni o'rganish fikrida qaytib qolsa, menga hech qanaqa uni issiq yoki sovuq joyi yo'q. Ya'ni maqsadim efir qilib tradingga insonlarni qiziqtirish yoki kurslarni pullash emas. Bu ishni boshqalar o'zi juda ham ko'p qilishyapti. Shuning uchun meni vazifam o'sha insonlarni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish va har bir inson o'zini nima deydi vыборi bor, tanlovi bor va u vыборni o'sha insonni o'zi qiladi. O'tak. Meni vazifam mexanizmni tushuntirish, bozor mexanizmini tushuntirish. Bozor mexanizmi umuman olganda sabrsiz insonlardan pulni olib, sabrli insonlarga berish. Bu logikani tushunmagan insonda bu yerda bizni eski bir jargonda aytganda pishirib qo'ygani yo'q. Umuman olganda bu juda jostki bozor. Juda ham jostki. Men bilasizlarmi nima degan bo'lardim? Bu treyder bo'lmasanglar ham tradingni o'rganib qo'yinglar derdim. Umuman treyder bo'lmasanglar. Nimaga? Chunki siz bor kamchiliklaringizni chiqarib beradigan soha, kam sonli sohalardan biri mana shu aynan trading bo'ladi. Sizni bor kamchiligingizni shundoq chiqarib beradi. Sabr bilan muammo bormi, ochko'z bilan muammo bormi, azart bilan muammo bormi, asab bilan muammo bormi? Hammasini siz mana shu sohada bilib olasiz. Qo'ying, chekkaga surib qo'yaylik. Millionlarni, milliardlarni internetdan ko'p pul topishsa, shunchaki soha pul taqsimoti. Agar sinonim bo'lganda trading bu pul taqsimoti. Kuchli insonlar qatoriga kirmoqchimiz. Welcome bu sohaga. Mana amerikanskiy fondlarda, krupniy fondlarda, hedge fondlarda trading psixologi degan tushuncha bor. Bu kim? Maxsus Amerika universitetlarini bitirgan o'ta kuchli psixolog insonlar, treyderlar bilan ishlaydi. Nimaga? Deylik bir treyderlar boshqaruvida $100 million bor. Bugun 1% ketdi masalanda. $100 ming bo'ladimi? Qancha bo'ladi? Masalan, $1 million bo'ladi. 100 milliondan 1% minus qildi, $1 million bir kunda все, yo'q $1 million. Va ana shu insonni endi ruhiyatiga to'g'irlash kerak. Ular sraz bo'shatib yubormaydi endi u treyderlar. Kontrakt bor, boshqa narsa bor. Va ana shu psixologlar mana shu treyderlar bilan ishlaydi. Ya'ni savollar beradi, ahvoli qanaqa, motivatsiya beradi, o'zini holatini to'g'irlash uchun xullas qo'ldan kelgan hamma ish qiladi. Menga mana shunaqa upravlение juda ham yoqadi va men o'zimni shunaqa professional как фондовый управляющий sifatida ko'raman. Ya'ni meni jamoa a'zolarimga bir necha millionlab dollar investitsiya jalb qilish va ularni boshqarish, minusda bo'lgan holda itogi plusga chiqarish. Bu menga qo'pol qilib aytganda, ruschasiga aytganda по кайфу, real. Ko'rib turibsizlarmi? G'oyalar va umuman esingizda bo'lsa 2022-yil treyderlar yili bo'ladi deb aytgandim. Nimaga unaqa? Ana endi eng muhim joyga keldik. Amerika sizlarga давайте men chizib ko'rsataman. Qaranglar. Tradingda sotib olish va sotish bor, to'g'rimi? Ya'ni long va short. Nimaga long, nimaga shortligini ko'pchilik biladi. Bilmasanglar o'zingiz internetdan o'qib olinglar. Long ya'ni uzun, to'g'rimi? Uzoq vaqt bozor sekinlikda ko'tariladi, short va juda ham tezlikda tushadi. Shuning uchun aynan hozirgi g'oyamni o'zi ham strategiyasi bor odamga juda ham qo'l kelishi mumkin. Kelayotgan yarim yil ichida minimum va biz hozir umuman olganda super globalniy uzoq muddatli longoviy holatda turibmiz. Bu super trend degani. Va qaranglar, uzoq muddat deydi-ku. Uzoq muddat va super uzoq muddat farqi bor-da. Uzoq muddat deylik 1, 2, 3 yil bo'lsa, to есть super trend bu примерно 10 yillik degani. Shuning uchun aynan Amerika fond bozorida o'sha super trend bo'lish ehtimolida va
bu super trend bilan ko'pchilik bizni sabri yetmaydi. Baribir savdo qilishga, lekin mana hozirgi yaqin holatda bizda ajoyib imkoniyat bor. Men sizlarga bu mexanizmni hozir ko'rsatib beraman, tushuntirib beraman va albatta sizlar yaqin bir yil ichida bu mexanizmni o'zinglar qanchalik nima deydi ishlashini o'zinglar kuzatishinglar mumkin bo'ladi. Va buni biz oddiy misol tak deylik Amazon misolida olishimiz mumkin bo'ladi. Endi katta kompaniyalardan birini oldim Amazonda. Давайте men sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Mana bu Amazon kompaniyasi. Qaranglar, Amazon kompaniyasi qanaqa падение bergan. Kelli yaxshi indekslarda misol qila qolaman. Idealniroq misol bo'ladi indekslarda. Mana va indekslar uzoq ko'tarilgandan keyin mana o'sha eng katta tushish boshlangan nuqta bu yanvarning boshi, ya'ni aynan 2022-yil o'sha uzoq kutilgan qulash desa ham bo'ladi. Va hozir давайте ko'proq bir tushgan aksiyani topamiz. Biz deylik tip hop Nvidia misol bo'ladi. Mana Nvidia kompaniyasi o'sha video kartalar ishlab chiqaradigan kompaniya. Qaranglar, qizig'i nimada? Ko'rdinglar, Nvidia'ni piki mana $346 va yaqindagina bu $157 deydi. Va mani portfellarimda juda ham ko'p portfellarimda покупка turibdi. Hop, nimaga вообще, то есть super moment sababini sizlarga texnически tushuntirishga harakat qilaman. Umuman olganda uzoq muddat kutiladigan harakat o'zi aslida mana bunaqa, lekin trendni kuch shunchalik kuchliki, ya'ni pastga ketgan trendni kuchi. Biz hozir ikkita tomonga savdo qilish imkoniyatiga egamiz. Va bu ajoyib imkoniyat degani, ya'ni hozir ana endi yaqin kelajakda narxlar primoy mana bunaqa yura olmaydi. Nimaga bunaqa yura olmasligini sizlarga sababini tushuntirib beraman. Bu просто massani psixologiyasi, umuman butun dunyodagi massani psixologiyasi. Ya'ni narx qimmatlashganda qisqa muddatli qarang. Ma'lumot, aksiya tushib ketgan, qulagan va ko'tarilishni boshladi, to'g'rimi? Bu paytda massa psixologiyasi qanaqa ishlaydi? Ya'ni o'sha yangi potok oldin attok bo'lgan va bu yangi potok deyiladi. Ya'ni oldingi sotib olganlar, ular minusda turadi, tushunyapsizlarmi? Oldingi sotib olganlar qimmatligida o'sha damaqazakalar haqida efirmesiylardan, yangi sotib olganlar bo'lsa, ular aksiyalarni ma'lum bir ko'tarilganda ekrandagi bor ma'lumot ko'ryapsizlarmi sizlar? Menga o'xshab ko'ryapsizlarmi ishqilib? Mana qaranglar. Men bu tushayotgan, mana shu ma'lumotni ko'rib, sizlar ham ko'rib turibsizlarmi? Всё. Demak, hozir endilikda mana shunaqa narsa, ya'ni narx tepaga ko'tariladi, любой bitta texnik уровеньga boradi, pastga qarab yurishga harakat qilaveradi. Narx yana ko'tariladi, keyin yana pastga qarab yurishga harakat qilaveradi. Ya'ni bu bizga ikkita tomonlama savdo qilish imkoniyatini beradi. Aynan biz hozir shunaqa fazada turibmiz, bir tomonga yurish narxni energiya yetmaydi. Ikkita tomonlama energiya yetmaydi. Juda ham kuchli narx pastga, shuning uchun narx yuqoriga chiqqan sari odamlar pastga sotishda davom etaveradi. Va to есть pastga tushgandan keyin odamlar sotib olishga harakat qilaveradi. Tushunsizlarmi? Deylik, kelinglar, mana Amazonni sizlarga ko'rsataman. Oddiy ishonmasanglar, hozir. Давайте men bu narsani qanchalik sizlarga aniq ishlaganini kanalimdan ko'rsataman. Uni oldin topishim kerak, qaysi datada berganimni. Va o'zinglar, ko'zinglar. Mana shu ma'lumotlar hammasi kanalda bepul ketgan.
shunchaki ko'pchilik kimdir e'tibor bergan bunga, kimdir esa e'tibor bermagan va albatta biz uni topishga harakat qilishimiz kerak. Amazon, eslab ko'ringlar, kanalda o'sha qaytishdan oldin. To'g'risi, qachon bunaqa bozor imkon bergan, to'g'risi, men eslolmayman. Prosta hozir aksiyalar narxi juda ham arzon. Boshqa narsani ko'rib o'tirgan ekanman boydan, boshqa kanalda svoch. Вот, xullas, haqqa ham ketardi, topamiz biz Amazonni va albatta sizlarga kuni kecha ishlagan narsani men ko'rsataman. Kuni kecha ishlagan narsani. Prosta genialnishi, idealnishi. Вот, bundan zo'r ishlash mumkin emas. Endi ko'pchilik sohani qiyinlashtirib olgani uchun men sizlarga buni ko'rsatishga majburman. Bugun Bitcoinda bo'lgan narsani men sizlarga o'sha paytda bu topildi. Demak, есть. Давайте birgalikda ko'ramiz. Keyin albatta uni ko'ramiz. 2177 paytda. Assalomu alaykum. Mana qaranglar. Diqqat bilan Amazonga qaraymiz. Umuman olganda juda ham kuchli mega o'rin bor Amazonda. Mana o'sha o'rin примерно 2000 atrofida. Amazon 3000 почти deyarli 3800 dan narxi hozir 2177 da turibdi. Ozgina masofa qoldi. Mana shu o'rindan reaksiya olish ehtimoli juda ham yuqori, chunki o'rin nihoyatda kuchli. Men ko'rdim, sizlar 1, 2, 3 va 4-marta shu joydan atskop berishi mumkin. Kuzatamiz. Xo'p, demak 11-mayda berilgan. Kuzatdik. Azizlar, mana kuzatdik. Tepaga yo'q. 2000lar atrofida deyildi, to'g'rimi? Mana 2000lar atrofida 2027 bugungi yopilgan сделкani ko'ramizmi? Tak. Давайте bugungi yopilgan сделкani ko'ramizmi? Bugungi yopilgan bitim. Просто sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Просто so'zda bo'lmasligi uchun. Hop, Amazon 2066. Mana bugungi yopilgan bitimlar, aksiyalar 2000 Amazon 2066. Amazon mana. Просто шикарный bor. Mana. Ko'rdinglarmi? Вот aytolmani, ko'pchilik jiddiy qabul qilmaysizlar-da. Ko'p narsa aytaman, lekin o'tirganlar ko'pchilik unchalik jiddiy qabul qilmaydi bu narsani. Просто шикардос. Вот super minimalniy risk bilan такой доход qilish mumkin bo'lgan moment. Men 3 oylikni ochib qo'ydim, shuning uchun minus ko'rsatdi последний 3 месяц. Va albatta hozir indekslarga sizlarga bitimni ko'rsataman. Xo'p, demak, sizlarga maslahatim, ko'pchilik ishlaydi, ko'pchilik har xil ishda ishlaydi. Men sizlarga to'g'ri psixologik shunchaki nagruzka bo'lmasligi uchun juda ham bir foydali maslahatlar bermoqchiman. Menga juda ham ko'pchilik ishdan bezigan, yaxshi pul topmoqchi bo'lgan, tip shunaqa insonlar yozadi lichkaga. Shuning uchun sizlarga maslahatim, hozirgi hayotinglarni umuman tubdan o'zgartirmasdan bosqichma-bosqich o'rganishga harakat qilinglar. Mana ishingiz bormi? Ishingizni tashlamang. To'g'ri, o'sha oylikmi, o'sha oylik bo'laversin. Shunchaki shu prosta tak bu sohani kimdandir o'rganib, katta pul topib ketaman degan narsani xayolingizdan chiqartasiz, siz to'g'ri qadam qo'ygan bo'lasiz bu sohaga. Va shunchaki sohada bir narsani tushunib yetasizki, bu soha shunchaki sabrli insonlarnigina faqat boqa olishini va boshqa insonlarda shans yo'qligini tushunib yetasiz. Demak, o'zingizga savol berasiz, sabrliman, uni o'rgansam bo'ladi. Sabrsiman, unday o'rgansam bo'ladi, faqat ancha katta poteryalardan keyin. Oxirgi paytda juda ham ko'pchilik menga yozdi, minus qilib qo'ydim, boshqa narsa qilib qo'ydim. Chunki insonlar ruhiy juda ham slaviy. Juda ham ko'p insonlar slaviy. Nimaga desam, shunchaki tizimli savdoga amal qilmaydi. Boshqa sabab yo'q. Ya'ni oddiyman. Amazonda kanalga kiringlar, 10-maydagi g'oyani ko'ringlar va hozir Amazon qatdan tepaga bugunning o'zida qancha uchib ketganini tomosha qilinglar.
qancha 10% rost bugunni o'zida Amazonda 10% почти такой rost. Hozir endi Amazon tepaga yuradi, pastga harakat qilaveradi, tepaga yuradi, pastga. Xo'p, nima qilaylik? Patternlarni o'rganish kerak. Вот именно bozorda trendiy holatdagi patternlarni, chotki ishlaydigan patternlarni o'rganish kerak va o'sha patternlar orqali savdo qilish kerak. Shuning uchun Amazon sotib olindi va hozir yuqoriga narx chiqqandan keyin sotib обратно shortga kiriladi va shu tariqa ikkita tomonlama savdo qiladi. Nimaga o'tgan safar ikkita tomonlama, o'tgan yil ikkita tomonlama savdo qilish juda ham riskovli edi. Nimaga? Chunki bay olsa pastga tushib ketish ehtimoli yuqori edi. Shuning uchun men uchun real storieslarni ko'rgan bo'lsanglar, S&P 500 da eng asosiy masalan daromadlar 4600 da qana o'sha bitimlar. Mana hozir S&P 500 ham kuchli o'rganda turibdi. 4100 ga kelganda o'sha joyni kuzatib turinglar va aynan o'tdan ham pastga yurishi mumkin va undan yuqorida narx yopilsa tepaga ketishi mumkin. Xo'p, demak, endi men save qilaman, sразу save qilingan bitimni chiqarib beradi. Mana, masalan, sizlarga oddiy bitimni ko'rsatib beraman. Mana $7300 va qilingan вот mana ochilgan nuqta, yopilgan nuqta. Tomosha qilinglar, qanaqa idealniy точка вход bo'lgan. Shikardos, просто идеальный. Mana. Endi buni просто uyat bo'ladi, bu bitimni o'quvchilar tushunmasligi, вот реально tushunmasligi va nimaga o'tda yopganimni ham sразу tushunishadi. O'quvchilar albatta tushundinglar, nimaga yopilganini, nimaga ochilganini etagidagi ko'rasizlar. Qanaqa? Mana shu 1 ga 10, 1 ga 15 olingan nisbatlar hammasi. Endi keyingi bitimlar pastda yopilgan, lekin kam daromadda yopilgan. Endi ular tepada, shuning uchun ko'rmayapti. Va ko'rib turibsizlar, asosiy xo'p, nimaga oldingi bitimlarni ko'rish, просто oxirgi 3 oy qilganim uchun shunaqa narsa chiqdi. Ot yanvardan boshlasak, boshqa bitimlar ham bo'ladi. Xo'p, yana maslahatlar. Agar sohada karyera qilmoqchi bo'lmasanglar, maslahatim boshlamasanglar ham bo'ladi. Karyera nima degani? Tradingda faqat fondi, umuman upravляющий trader sifatida ishlamoqchi bo'lsanglar, sohani o'rganganingiz ma'qul. Nimaga? Chunki sizlarda огромный shans bo'ladi, hech qanaqa risk bo'lmaydi, hech qanaqa investor sizlarga kerak bo'lmaydi. Investor kerak bo'ladi, ya'ni o'sha sizni, zarubejniy chet el investorlar va крупный summalarni boshqarish imkoniyati bo'ladi sizlarda. Nimaga masalan men juda ham katta summa boshqaraman, lekin bilasizlarmi, absolyutni meni как inson sifatida bu narsa o'zgartirmaydi. Naborot o'zimga nima bilaman-da, bozor jazolab qo'yish. Vizualni boshqacha tasavvur qilaman. Где milliard, где fond, где milliard, например-da. Shu narsa haqida o'ylayveraman. Lekin aynan kadrlar yetishmovchiligi meni rosa qiynaydi, realni. Endi yetishib chiqyapti, endi kadrlarimiz bor, ko'z tegmasa, umidim ulardan katta. Haqiqiy trading umuman boshqa narsa. Aynan o'zingizlar o'tirib, fondlarni, mashhur traderlarning hayotini o'rganib chiqsanglar, bu chiqib reklama qilib hayotingizni o'zgartirishni xohlaysizmi, menga o'xshab, xullas tushundinglar. Unaqa narsa emas haqiqiy trading. Bu realni, bu narsani men sizlarga maksimal o'sha kanalim orqali isbotlashga harakat qilaman. Bitcoin o'ssa, tipa esinglarda. Nimaga? Demak, g'oya Bitcoin o'sishiga qaratilgan, to'g'rimi? Bitcoin tushsa emas-ku, lekin tushib ketdi, to'g'rimi? Nimaga? Chunki pattern bor. Tushunasizlarmi? Именно o'sha nuqtada разворотный pattern, определенный kanal bor. Demak, o'sha kanal отработкаga qaratilgan g'oya. Demak, o'sha kanalning o'rtasida narx pastga ketsa, перезаход qilib past qismida kiriladi. Agar uni ham buzsa, demak, pattern buziladi. Po faktu, ya'ni ko'rasizlar, menga qiziq emas, Bitcoin o'z savol beriladi. Aka, Bitcoin nima deb o'ylaysiz? O'ylamayman hech nima deb. Shunchaki grafik bor, grafikka qarab
o'sha momentum fikr qilaman. Momentum fikr nima degani? Tushunarsiz holatda turibdi-da. Lekin kanalning o'rtasida turibdi. Hali может kanal tepaga, yuqoriga buzib o'tadi yoki kanal pastga buzib o'tadi. Men buni bilmayman, to'g'risini aytsam. Lekin o'sha kanalning pastki qismiga kelganda bilaman, nima bo'ldi? Kichik risk bilan bozorga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. O'sha paytda so'raganda men javob berardim. Shuning uchun men fol ochmayman. Momentum degani o'sha vaqtda nima deydi, qaror qabul qilish degani. Shuning uchun men ko'p savollarga javob beraman. Tillarni analiz qilib bering. Unaqa bo'lmaydi. Bozorda har doim analiz qilib bo'lmaydi. Unaqa narsa emas bu. To'g'ri, endi uslubga ham bog'liq. Masalan, kun ichida savdo. Demak, har kuni treyderning vazifasi har kuni analiz qilish kerak. Ya'ni siz bu sohaga kirib, unga depozit qilib, pul qo'yib, investitsiya qilib ko'paytirishdan oldin o'rganadigan juda ko'p narsangiz bor. Ya'ni siz qanaqa uslubni tanlaysiz? Sizga balki har kun savdo qilish yoqar, balki внутри, balki har kun amerikanskiy sessiyada savdo qilish yoqar, yevropeyskiy sessiyada, balki sizda kichkina intervalda ishlash, har kun knopka bosish yoqar balki sizga. Haterlarga o'xshab. Например. Balki siz pozitsionniy savdo qilmoqchidirsiz, ya'ni kuchli patternlarda. Real men har kun o'quvchilar menga har xil g'oyalar tashlashadi gruppaga. То есть kimdir M5, kimdir MH1 etaga o'zlarining fikrlari. То есть bu o'rganish paytida kerak, конечно. Umuman olganda siz ko'rasiz, hali uslubni tanlashingiz kerak. Kun ichida savdo qilasizmi yoki balki skalper bo'larsiz. Ya'ni M1 ga qo'yib olib, indikator tepaga o'tsa, pastga o'tsa. Bu ham uslub, bu ham pribel beradi balki. Balki menga o'xshab чистый охотник bo'lish yoqar sizga. Konkretniy patternlarni idealniy ishlashini kutish. Например, masalan, hozir S&P 500 qanaqa holatda turibdi? Mana masalan, qizil liniyani ko'rasizlarmi sizlar? Например, например, men uchun juda ham kuchli pattern kelyapti. Qaror qabul qilinmaydi. Savol beringlar, nima qilsa bo'ladi? Sotish kerakmi, olish kerakmi? Ko'rdinglarmi? O'z nima qilish kerak? Patternni kutish kerak atrofodkasini. Ya'ni mana shu narxga borib nima bo'ladi? Borgandan keyin voqealar rivoji kutiladi. U yerdan pastga ketishi mumkin. U yerdan buzib, qaranglar, variantlar juda ko'p emas-da, yuqoriga ketishi mumkin yoki uni buzib pastga yopilib pastga ketishi mumkin. Ko'rasizlarmi? Meni aynan shu narsa qiziqtiradi. Ya'ni ложный пробой. Mana qaranglar, xuddi shu narsani qanaqa ishlaganini hamda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana. Demak, bir marta bordi, ikki marta bordi, uch marta juda ham kuchli padiyani bor. Xuddi shunaqa. Demak, mana shu liniyadan pastga reaksiya kutamiz. Agar tepaga buzib o'tsa, indamaymiz. Tepaga buzib pastga yopilsa, demak, o'sha qayga stop qo'yib pastga, to есть kirish mumkin bo'ladi. Ko'rasizlarmi, to есть? Ya'ni чистый momentum trading. Va mana shu narsani yengillashtirish uchun men texnologiyalardan foydalanishga harakat qilaman. Ya'ni mana shu patternlar yuz berganda ko'pincha har xil joylarda yuraman, hayron bo'lsangiz kerak, qachon uspet qiladi. Albatta, polo-avtomatический rejimda ishlaydigan robotlar, ya'ni o'sha paytga kelganda menga Telegramga avtomatik SMS yuboradi, screenshot yuboradi. Ya'ni buy zone yoki sell zone, men unga qarab fikr yuritaman. Demak, signal kuchli yoki signal kuchsiz etagidan. Xullas, как robot bo'lib qolish kerak trader. Qaradingiz grafikka, model bor, savdo qilasiz. Model yo'q, savdo qilmaysiz. Nimaga pul taqsimoti shunaqa o'tadi? Ya'ni o'sha sabrsiz insonlardan sabrliga. Chunki bu narsani bemalol efirlarimga kirib savollardan bilib olishingiz mumkin. Azaga Stephen haqida nima deysiz? Bitcoin haqida nima deysiz? Umuman o'ta saviyasi past savollar. Aytishingiz mumkin. Endi odam bilmagandan keyin so'raydi. To'g'ri, bilmagandan narsani so'raydi. Lekin siz hatto o'zbek tilida yozsangiz internetdan juda ham ko'p ma'lumotlar chiqib keladigan zamonda o'sha insonni professional vakildan bunaqa savol berish qanchalik to'g'ri deb o'zingizga ham savol berib ko'rishingiz kerak. Shuning uchun o'zi ko'pchilik qog'oz ruchkada yozib ishlamaydi-da. Masalan,
menga storieslarda kommentlar yozishadi. Bu uzoq yillar mehnat, anaqa mashaqqat tipi nima deydi natijasi deb. Yo'q, bunaqa emas. Qanaqa qilib inson bir sohani maza qilib o'rgansa, u mashaqqat chekadi. Men bilmadim. Menda hech qanaqa mashaqqat bo'lmagan. Menda faqat nima deydi maza qilish bo'lgan. Real maza qilib o'rgangan bu sohani, chunki sohani imkoniyatlarini juda ham yaxshi bilganman. Вот. Shuning uchun aytmoqchi pul nech puldan boshlasa bo'ladi degan savollar ham berishadi. O'sha insonlarga hali pul qaysi broker ishonchli, u nuqtalarga borishga ancha masofa bor. Juda ham ko'p masofa bor. Manda 1 yildan beri o'qiydigan insonlar menga yozadi. Aziz aka, to есть minus qilib qo'ydim. Nafsim jilovlayolmay qoldim, etagdalik. Demak, bu nima degani? Ya'ni o'sha insonda ruhiyatdagi kamchilik. Eng qizig'i, bilimda kamchilik yo'q, ruhiyatda kamchilik bor. Boshida nima dedim? Ya'ni, to есть bozorda qaqmana S&P 4100 tepaga buzib, pastga yopilsa, narx pastga ketish ehtimoli o'ta yuqori. Вот и все. Demak, bu bilim уже sizlarda ham bor. Вот и все. No, lekin ruhiy masalan nima kamchiliklik kelib chiqadi? Mana shunaqa paytda insonlar nimagadir vaqtinchalik va juda qisqa vaqtda umumiy xulosaga kelishi, bu o'sha insonning eng katta muammosi. Ya'ni ikkita bitim ochdingiz, balansingiz yo'q bo'lib qoldi, все, bu soha siz uchun emas, tipi bu, to есть bu tipi o'yin, qumor etagidagi. Qanaqa qilib hozir necha oy qildim men? Вот yanvardan beri eng zo'r bitimlarni ko'rsam, просто вот mana bu bitta bitim, bu ham qisman yopilgan S&P 500 da. Просто гениальный şey. Просто гениальный şey. Так. Endi weekly'ni qarash kerak ekan, bu bitimni ko'rish uchun. Например. Ko'rasizlarmi? Qaranglar. Ikkita bitim, ha? Bittasi 11.000, qaranglar, bittasi 11.700, bittasi 18.000, to'g'rimi? Bittasi sel mana o'chirib tashlang. Qaraqib beryapti. Qaranglar. Hozir sizlarga aytgan narsam bo'yicha diqqat qilamiz. Xo'p, demak, buni ham tashlaymiz, buni ham. Mana qaranglar. Mana bu bitim ochilgan nuqta. Bu prямо o'sha yanvardan boshlangan bitim. Ko'rasizlarmi qayerda ochilgan mana? Yanvarda ochilgan nuqta va yopilgan nuqta. Конечно, sal boqliroq, zato mana bu yana kirilgan necha. Qaranglar. Bitim yopilmasdan ochilgan bitimni ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Mana bu minimum hamma ko'ryapti. To'g'rimi? Sizlar ham ko'ryapsizlar. Mana o'sha minimum. Mana bu yerda, mayli xohlasangiz svechiga qo'yaman. Svechida bari yaxshi. Qaranglar. Narx mana shu minimumni pastga buzib o'tgan va narx yuqorida yopilgan. Вот и все. Demak, bu patni oddiy hozir sizlarga aytib o'tgan logikam bo'yicha. Nima qilasizlar qidirib, qanaqadir super narsani, super qimmat narsaga, to есть minimumdan narx buzib o'tgan va narx o'sha minimumdan yuqorida yopilgan. Вот и все. Bu pattern hisoblanadi. Demak, mayga kirishga asos yetarli. Muammo shundaki, oranglarda juda ham ko'pchilik 50 xil kursda o'qib chiqasizlar, qanaqadir o'sha odamni nimagadir odamlarni imkoniyatini, ya'ni o'sha har xil chiroyli kurslarni reklama qilayotgan odamlarni
gaplari 90% yolg'on. Sizlar bu, ya'ni ular o'zinglarning imkoniyatinglarni ularnikidan past qo'ymanglar hech qachon. Bozorda, to есть talpa har doim ham krupniy igroklar boshqarilmaydi. To есть bozorda talpa psixologiyasi oddiy paternlarda ishlaydi. U narsani faqat uzoq kuzatib, ko'p kuzatib, tartib bilan, disiplina bilan u narsani amalga oshirish kerak xolos. O'shaning uchun sizlarga real misolda ko'rsatib bera olaman. Aynan S&P 500 da именно o'sha yanvardan beri eng katta bitimlarim o'sha o'zimni o'tgan yili jonli efirda aytilgan g'oyalarga asoslangan. Men sizlarga hozir aytdim, aksiyalar yuqoriga chiqsa shortga kiraman. Bu ham meni g'oyalarim, ya'ni yaqin to есть faqat gap nimada? Gap kombinatsiyalarda. Nimaga kombinatsiya deganimni sizlarga tushuntiraman. Sababi bu plyuslardan tashqari, например, bu plyuslardan tashqari, tepada minuslar ham bor. Bu endi yechib olingan summa. Bitimlarniki mana. To есть mana eng katta minus ko'rsataman sizlarga. Mana eng bundan katta minus bitim, yo'q, bundan katta bitim yo'q. Mana yanvar oyidan biri, aziz do'stlar, yanvar oyidan biri eng katta zarari $6,000 teng. Bu bitim. Endi tepadagilar bular mana withdraw, ya'ni yechib olingan summalar investorlar tomonidan. Вот eng katta bitim $6,000 teng. Xo'p, eng katta zarar edi bu. Eng katta foydali bitim esa $22,000 teng. Deyarli 4 barobar katta. Ko'rasizlar, ya'ni doimiy ravishda. Endi zadacha treyderlarga. Ko'pincha 0 yoki kichkina minus yurgan treyderlar. Nimaga sizlar kichkina minus yoki 0 desizlar? Sizlarga tushuntiraman. Hozir отчетinglarni tekshirsanglar, gapim to'ppa-to'g'ri chiqishiga 99.9% beraman. Ya'ni eng katta minusinglar eng katta plyusinglardan katta emas. Ya'ni sizlar minusga shans berasizlar, plyusga shans bermaysizlar. Doimo bu yana o'sha narsaga taqalyapmizmi? Ya'ni ruhan kuch yetmayaptimi? Ya'ni ochkozlikmi? Sabrning yo'qligimi? Ya'ni siz plyus bo'lsa tezda yopib qo'yasiz, minus bo'lsa minusga shans berasiz. Вот и katta kamchilik. Qatta o'qib, qatta o'rganmoqsiz bu narsani yo'qotish. Bu qiyin masala-ku, to'g'rimi? Вот shuning uchun mana maqsadim, deylik, mana masalan oddiy misol. Endi u vaqtida yopdim, buni yopganligimni o'zingizlar kecha yopganimni sizlarga o'zim ko'rsatib berishim mumkin. Hozir ham pastga ketishi mumkin. Ya'ni bozordagi oddiylik savdo g'oyalari. Men yana bitta savdo kanalga misolda, oddiy misol. Endi bu eng bepul narsa-da, to'g'risida. Endi buni ishlata olmasa odam bilmadim nima ishlatadi yana. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu o'quvchilar uchun ochilgan kanal. Bu kanalga dostуп yo'q. Mana bu naturalniy gaz, например. Mana ko'rasizlar, o'sha kanal boya sizlar ko'rgan kanal. Demak, kanalning yuqori qismidan pastga ketish ehtimoli bor. Всё. Bo'ldi. Demak, ko'rasizlar, qanchalik hammasi oddiy aslida. Demak, o'sha kanalning yuqori qismiga ketgan chiqqancha kutish kerak, tamom, boshqa narsa yo'q. Вот и вот masalan, marhamat, mana bitim o'sha kanalning yuqori qismida ochilgan bitim mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar oq ko'rsataman. Mana kanalning yuqori qismi. Prямо kanalning yuqori qismidan narx qaytgan. Ko'rasizlar, mana bugun o'sha maksimumni, ровно o'sha maksimumni yana qaytyapti. O'sha maksimumni yana yuqori bo'lsa, yuqori kanaldan yana qaytishga harakat qilish mumkin. Ko'rdinglarmi? Вот, lekin va Nvidia ni o'sib ketayotgan. Xullas, shunaqa gaplar, aziz do'stlar. Вот, bu narsani endi men как robot ko'rinishda penetrate qilishga harakat qilaman. Odamlarni ko'pini baribir ko'p bilan men uchrasha olmayman, ko'risha olmayman. Ularni bunaqa boshqarish juda ham murakkab, o'ta murakkab. Lekin vaqt hamma narsani ko'pchilikka nima deydi, o'zi tushuntirib qo'yadi tradingda. Shuning uchun super kurslar, sekretlar qidirayotgan bo'lsanglar,
ishoninglar, bu sizlarni katta xatoinglar, unaqa narsa yo'q. Maksimum sifatli kurs, maksimum darajada. Prosta hammasi nima deydi? Ko'p ba'zi bir narsalar kitobda yozilmaydi-da, o'sha narsalarni, muhim narsalarni o'rganib olish kerak va oddiyroq bozorga qarashga harakat qilish kerak. Вот так. Так что, demak, biz o'sha g'oyalarni davom ettiraveramiz kanalda va albatta men sizlarga g'oyalarni mana ikkita двусторонний savdo qilish, ya'ni hozir pastga tushganda buy, tepaga tushganda sell olish g'oyasi aktualniy. Bu narsani kompleksni qilish kerak, bu narsani knopkani prosta kirib bosish kerak emas, определенный patternlar orqali qilish kerak. Va qarabsizlarki, hammasi cheki-puki. Demak, bugungi qisqacha efir shu haqida va boshqa mavzular ham bor edi, lekin 1 soat bo'lib qoldi. 1 soatdan ko'p o'zi to'g'risini aytsam unchalik gapirishga yaxshi ko'rmayman. Savollarga javob berishga tayyorman. Va 2 daqiqadan keyin efirga yana qayta kiraman. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 2 daqiqadan keyin ko'rishguncha savollaringizga javob beraman.